Registondagi Sherdor hamda Tillakori madrasalarini qurdirib ketgan insonning qabrini qarang. Bahodir Yalangto'shda qabri mana. Bu Samarqandda Dahbet degan joyda 3-A'zam Mahdum A'zamning, ya'ni Mahdum A'zamning qabrlari bu yoqda, o'sha qabrlari oyoq uchlarida o'zlarining vasiyatlariga binoan aynan mana shu yerda qabrlari shakllantirilgan. Eng qiziq tomoni bu ustozlarni ko'rmasa-da hurmat qilgan ekanda. O'z ko'zi bilan ko'rmagan. Ko'rmasa-da lekin pirim deb bilgan. Gap yo'q. Alloh rozi bo'lsin bu insonlardan. Va qarang do'stlar, bu inson shunaqa darajada bo'lganki, ustoziga bo'lgan hurmatni ham ko'rsatib qo'yganda, mana shu tomondagi masjidni ham buni kegalar bilishadi. Shu Bahodir Yalangto'sh tomonlaridan qurilgan va hattoki mana shu dahma qilib ko'tartirilgan ham Bahodir Yalangto'sh bo'ladi. Ustozga bo'lgan hurmat juda ham kuchli bo'lgan ekanligini biz shundan ham bilib olsak bo'ladi. Oyoq uchlarida hattoki bu yerda mana 14 ta podshohning qabri aynan mana shu joyda dafn ettirilgan. Bu hazil gap emas. Bundan biz ibrat olishligimiz kerak. Kelib ziyorat qilishni tavsiya qilaman. 3-A'zam Mahdum A'zam ziyoratgohlari bo'ladi bu.